Sabzi joyida, kartoshka joyida, hamma narsa joyida. Endi ishga chiqsa ham bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot. Yengigina videomga xush kelibsizlar. Bugun men ishga chiqmoqchiman. Dehqonlik bilasizlar, dehqonlik men ishni mazza qilib ishlamoqchiman. Hech qachon men mazza qilib ishlamayman. Kimdir xalaqit berib qoladi. Shuning uchun bugun mazza qilib ishlamoqchiman. Bobda ketdim bo'lmasam dehqonlik ishimga. Kim bu bobo nima qilyapsiz bo'tni agarudimda turibsiz? Xohlagan narsamni turaman, mashina sotib olaman xohlasam. Nima sotib olaman? Pensiya ishdimi deyman. Undan ko'ra ko'p gapirmasam, menga yordam bermasdan tushirib yubormani, keyin mashinadan tushirib yubormani xullas. Nima? Mashinadan tushirib yubor, xo'p, sizga yordam beraman, lekin hamma narsa oltinnigina sizni. Hamma narsam oltin. Agar jahlimni chiqarsam, mana shu tishimni sotib olib, oltin tishimni mana shu qishloqni sotib olaman bemalol. Hamma narsa rostdan ham oltindan ekan. Davay, menga yordam ber, keyin senga pul beraman. Ana tushirib yuboribdan. Mayli, xo'p, tushirib yuboraman. Hozir qanaqa hamma narsa oltindan bo'lishi mumkin? Ana bo'ldi, tushirdim. Bo'ldi, rahmat navaram, ol pul qancha kerak senga? Shokolad yeb olasan mazza qilib, ol. Oy, nomich ko'p pul. Pensiya ishdimi deyman sizga? Qanaqa pensiya? Men ishlayman kibersportda. Kibersport deysizmi? Qanaqa kibersport? Kriptovalyuta shunaqa narsada ishlayman deb. Kriptovalyuta deysizmi? Rostdan ham namuncha hamma narsa oltindan. Qattiq ishlaysiz, to'g'risini ayting. O'zim men krechki nolik yutganman-da. Nima? Krechki noliki? Krechki nolikdan shuncha pul topsa bo'lar ekanmi? Bitta savolim bor-da sizga. Siz dori ichish esdan chiqmadimi? Siz ish qilib dori ichish esdan chiqmadimi? Qanaqa dori xohlasang, mana eng qimmatidan ichaman. Men ko'r, men ichib ol xohlasang, oltindan dori. Men vitamin bu ichib olmazdi qilib. Oltindan dori. Lekin men hozir koleskes ne oltindan emas bu. Bu oq oltindan ichmoqsanmi? Oq oltin oddiy oltindan ham qimmat u. Aytaman endi men bobo millionerman. Bu uyni eng boy bobosi men bo'laman, bilib qo'ygan navara. Bo'ldi, tushundim. Hamma narsa oltindan, dash kolyaska oq oltindan, oq oltin oddiy oltindan qimmat turadi. Sizga mashinangiz yo'qmi deyman-a? Nimaga kolyaska yurasiz? Men olganda mana shu telefon nimadir qilib mashinamni chaqir ber, o'sha mashinam bor meni, prosta chaqirishi bilan ham telefon ishlatishi. Xo'p, bo'ldi. Hozir men mashina chaqirib beraman. O'sha Rolls-Royce'imni chaqirib bergin, Maybachda yurgim kelmayapti hozir. Bo'ldi, chaqirib berdim. Hozir keladi mashinangiz. Bo'ldi, bo'lmasam keyin siz bilan krechki noliga o'ynab olamiz. Bo'pti, xohlasang o'ynab olamiz bemalol krechki noliga. Keyin mana mashinam keldi. Davay, mana hozir mashinamga bora olasizlar. Yer bilan sudarilib boraman. Faqat ustimdan kulyapsan. Kalaskam ham avval xohlasang. Xohlasang o'zingga ham avval uyimda bunaqa kalaskalardan ko'p. Ko'p deysizmi? Oltindan. Mayli. Bo'pti bola, bu yoqqa davay krechki noliga o'ynab olamiz hozir. Faqat shartlarni aytaman senga. Qara, oting nima sani? Kompotman, Rama kompotman. Kompot. Hozir men senga shartlarni aytaman. Qara, agar men yutsam krechki noligida sen uyingni sotib olib, o'sha yoqqa dacha quraman. Agar sen yutsang, meni oltin tishlarimni tozalaysan. Bo'pti, mayli, roziman. Davay, biz krechki noliga o'ynab olamiz. Yana soat e'tibor, menga necha bo'ldi soat? Soat 5 bo'ldi. Meni obed vaqtim kelibdi-yu. Obedlam oliy birinchi bo'lib, men mayli, obedlamursangiz. Lekin menga blenderdan chiqarib bera olasanmi shularni? Nima? Blender deysizmi? Qanaqa blender? Tishlarim bilan maydalab berib menga bera olasanmi? Bo'lmasa meni oltin tishlarim juda ham qimmat turadi. Sindirib qo'ymayman oltin tishlarim. O'shaning uchun menga blender bilan tishlarim bilan tez tozalab berib ularni. Nima? Tozalab berdi o'smi? Tishlarim bilan keyin yo'rasizmi?
kerak emas. Qanaqa tish bilan tozalab beray? Davay tozalab ber. Menda obed xos poliklinika yozdirganman salomatlikka. Kerak emas hech qanaqa obed, keyin obedlanverasiz. Hozir obedlanishim kerak-da, soat 5 bo'libdi. Obed vaqtim kelibdi. Aytaman poliklinikaga yozdirganman salomatlikka. To'g'ri ovqatlanyapman men. Birinchi olib krechkinolik o'ynab olaylik. Ha, mayli, ma bo'lmasam ol, shunga qurasan krechkinoliklarni ol mana. Ha, bo'ldi, keyin ovqatlanverasiz. Mana krechka bo'lasizmi yoki nolik bo'lasizmi? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Aytdim-ku, men obed vaqtimda poliklinika salomatlikka yozdirganman. Davay qurib turaverman, obedlab oling. Mayli, yesangiz yeyavering, blender bilan maydalanish shart emas. Xo'p, mana shu krechkinolik ko'ramiz. Davay, krechka bo'lasizmi, nolikmi? Siz zo'r o'ynayotgansiz, krechkinolikmi, men krechka bo'la qolay. Mayli, lekin boboga supach qilish kerak edi, birinchi olib berishim kerak edi. Mayli, birinchi bo'lib o'rtadan krechik qo'yaman. Endi siz nolik yuring, bunaqa qiyshirib qoldi. Ha, mayli. Qochdir, mana mashaqqa yuraman, men dumaloni. Bu yoqqa mumkin emas, men qo'ydim-ku bu yoqqa. Nima mumkin emas bo'larkan, mumkin. Mo'bsan qo'ygan bo'lsang, men ham qo'yaman bizada shunaqa. Nima bu? Men bu yoqqa krechik qo'yib bo'ldim. Kuniga 0 bu yoqqa qo'yasiz. Mayli, bo'ldi, yig'laman, mana bu yoqqa qo'yapman. Bo'ldi, yaxshi, siz bu yoqqa qo'ygan bo'lsangiz, men endi bu yoqqa qo'yaman, bobo. Mana krechik bu yoqqa qo'yaman, yutishga harakat qilaman. Mana tepada yo'lingni yopib qo'yaman, bo'lmasam men keyin hozir yutib ketaman men. Qanaqa bitasiz? Men bu yoqqa qo'yaman. Xo'p, bu yoqqa qo'ysam, keyin nima qilamiz? Men bu yoqqa qo'yaman, keyin seni baribir yutib ketaman hozir. Bo'ldi. Tak. Men yutdim. Men yutdim-ku, bobo o'ynashni bilmas ekansiz-ku. Anita, meni noligim turuvdi-ku, men bu yerda nolim. Men bu yoqqa qo'ydingiz, keyin u nolingizni bu yoqqa qo'ymadingiz-ku. Mayli, yutsang yutibsan, bo'pti. Endi tishimni tozalab berasan meni. Tishingizni tozalab beraman, mayli. Ketdik, sizni uyingizga borib ko'raylik. Endi sizni uyingiz qanaqa ekan? Millioner bobosiz-ku siz. Hozir poliklinikada salomatlikka yozdirganman. Hozir tekshirib oling narsalarimni. Kapelniy shunaqa narsalar qilib oling. Mana spravka bor, spravka oltindan qarab ko'r. Vuy, rostdan ham spravka poliklinikadan spravka. Rostdan ham oltindan ekan. Yaxshi, даже dorilar oltindan sizdan, hamma narsa oltindan ekan sizda. Shunaqa endi. Hozir biz kapelniy savoli kelgan, birga uyimga borib kelamiz. Ko'rib kelasan uyimni, brat bo'lasa. Mayli, davay tezroq bo'ling, davay salomatlikka qarayotgan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Poliklinikaga boruvdim. Men 57 yosh deyshadi meni. Nima 57? 1.20 ga o'xshaysiz. Menga qara, men ustimdan kulma, tez mashinaga o'tirib ketdik. Qanaqa 1.20, 56 yoshman. Bo'pti, tez yuravermang, ish qilibsiz. Haydovchi guvohnomangiz bormi o'zi? Ha, bor. Ana yetib keldi uyimga, mana tushib uyimga kirib hozir ko'rsatib chiqaman narsalarni. Yaxshi, davay siz mashinadan tushing, bo'lmasam kolyaskada yurasizmi? Yo'q, kolyaskada yurmayman. Men o'zimni uyimda boshqacha ko'raman o'zimni. Men bobochaman endi. Rostdan ham bobocha bo'lib qolibsiz, bobo emas. Vuy, mana bu uyga qaranglar, bunaqa bino-ku, bu uy emas. Mana asabniyakim bu, ko'rsang bo'ladi. Hozir ko'rib chiqaman senga. Hamma narsa almas, oltindan, izumruddanmi? Vuy. Zinalardan chiqamizmi, zinalardan? Zinalardan chiqamiz. Endi sport bilan shug'ullanaman har kuni. Nima eskalator qo'yib qo'ysangiz bo'lmaydimi bu yoqqa? Nima, qanaqa eskalator? O'zim chiqaman. Eskalator nima degani o'zi? Mayli, kerak emas, ishingizdan chiqasing. Qarang, ko'rib chiqaylik, bo'lmasam uyingizda nimalar bor ekan, bo'tda kalvatlar bor ekan. Mana bo'tda men dushanba kuni uxlayman, bo'tda ham dushanba kuni uxlayman, bo'tda prosta tak dam olaman. Men bu yerda jag'larim turadi, har kuni jag'larimni alishtirib turaman. Tepada nima turadi bo'lmasam, tepada ham jag'larim turadi.
Yaxshi. Qani keyingi etajga chiqib ko'raylik, keyingi qavatga. Keyingi qavatda nimalar bor ekan? Zinalardan ko'p chiqar ekan. Boshing aylanib ketmayaptimi sani? Yo'q, boshim aylanmayapti. Boshingiz aylanmayapti, meniki aylanadimi? To'g'risini aytsam aylanmayapti do'stlar bosh. Namuncha ko'p zinalar bo'tdi. Ana keyingi qavatga ham yetib keldik. Bo'tda nimalar bor ekan? Bo'tda men sport bilan shug'ullanaman endi. Mana bu yerda ham narsalarim bor. Bu nima bu? Kiyib ko'ring, qani kiyib ko'ring. Nima qilasan? Kiying kelmayapti-yu, nima farqi bor? Voy kiyib ko'ring, qiziq bo'pti menga. Kiygim kelmayapti-yu, mayli men kiyib ko'raman. Yarashdi sizga, yaxshi. Kir mashina bo'pti, nima qilyapti bo'lmasam, kir mashina nima qilasiz? Nima qilasan, nima farqi bor senga? Ketdi keyingi qavatga, undan ko'ra kir mashina nima qilasan? Просто kir mashina turadi. Kirlarni yuvishga. Tushunarli. Oxirgi qavatga kelganmizmi hozir? Yo'q, oxirgi qavat emas bu. Ana men bo'tda salomatligimni tekshiraman. Mana bu yerda yotaman, mana bu yerda dorilarim, hamma narsalarim turadi. Uncha qiziq emas. Voy, nam chiroyli radugalar tog'lar ko'rinar ekan. Nam chiroyli tepadan juda ham zo'r ko'rinar ekan. Endi shunaqa ko'rinadi o'zim binoyimu. Davay ketdi tepaga yana. Pianino, mana bu yerda pullar to'lar ekanmi? Endi mana bu yerda pullarim zapaslari turadi. Pianinoda nima qilasiz? Men ashula aytaman. Kim maldon? Men qanaqa ashula aytaman? Ashula aytmayman, men просто tak turadi. Bilingan qatdan o'z paydo bo'lgan bu. O'zimga olsam bo'ladimi bo'lmasam? O'zingga og'ir, lekin qanaqa qilib juda ham og'ir, qanaqa pastga tushirasan buni? Hozir ko'rasan bo'lmasam, bunaqa otib ola. Keyin pastdan olaman. Tushunmadim, nima qilyapsan? Seni itarib yuboraman. Bitta dona xapayim qoldi, bitta jonim qoldi. Nima qilasiz unaqa itarib olib? Pianino bilan ehtiyot bo'lgin. Qatdan olganim bilingani, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, rahmatli otaman, keta qolay undan ko'ra uydan. Sal qoldi, bitta jonim qoldi. Yana sal anaqa bo'lganda o'lardim o'sha. Bo'pti, pianino olaman. Mana do'stlar, bugun millioner boboni ko'rdik. Eng boy bobo ekan bu Minecraft'da. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar. Bobochi, meni endi qishlog'imga borib qo'ying. Bo'pti, hammaga xayr do'stlar.